Assalomu alaykum, salomatli kanallar. Keldi sketch bo'lsamizda 200 ming so'm qolamiz yeramiz uchun normal. 200 ming so'm tuzrik. 30 kassetni yapamın. Yana bitta 30 bizni qopga soldi. Yana bir marta bizni o'yin qopga solyapti. Ish qilib aldab turkasini qo'ygan bo'lmasin-da. Yo'q. Böyle 6 8 tur 2 böyle yemek arasında kerakli 400 ming so'mdan ursangiz endi 30 kasset böyle. Yo'q. 30 da qaranglar chiqqan joningdan. Sevamadi seni yashash uchun 12 million so'm bitdi-da. 100 ming so'm tushirib turib endi 2 millionga ham chiqishga harakat qilamiz. Oy chiqdi. Yemak kassetdan bilan endi gap yo'q. Yig'im ham ilashdi. 50 oy bilan 50 chiqib qo'yganda hozir. Bilan 50 chiqib qo'ygandami? Xon davrini chiqarib qo'ygan bo'lardik. Allergiya boshlanishi kerak menda bilinyapti. Gapirishga qiynalmayapman, o'sha burun oqishda boshlayapti. Endi 2 oy kun rosmon isib ketguncha dori tomozib yurish kerak. Shunaqa allergiyani qonun qoidasi bahor va yozda, bahor va kuzda. Havo o'zgaradigan payt, sovuqdan siqqa sovugan paytda shunaqa bir qo'ziq bo'ladi. Va kamida 2 oy qiynaydi sizlarni. Men kasallar bo'lsa kerak, tushunadi yaxshi. Chiqdingiz esa Xolmatamiga.